Kanadadagi asosliq o'qituvchi partiya bo'lgan Konservativlar partiyasining rahbari O'Tol Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilganligini ta'kidlab, davlatining buningga yo'l qo'ymasligi kerakligini o'tirib qo'ydi. U Birlashma agentlikqa qilgan so'zida bosh ministr Justin Trudeauga chaqiriq qilib, hukumatning Xalqaro Olimpik komitetiga besim ishiltib, 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Beyjingdan chiqarishi kerakligini aytdi. Xitoyning Sharqi Turkiston rayonidagi 1 milliondan ortiq Uyg'urga irqiy qirg'inchilik qilganligini o'tirg'a qo'ygan O'Tol, Kanada pozitsiyasini bildirish kerak. Ammo buni yolg'iz qilishimizning hojati yo'q. Biz eng yaqin ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashishimiz kerak dedi. O yana Xitoyning Hong Kongda saqchi davlatini yo'lga qo'yganligini va ikki kanadalikning Xitoy turmasida xohlagancha tutib turganligini tilga ilib, bosh ministr Trudeauning Xalqaro Olimpik komitetiga besim qilmasligi yoki kanadalik tanharakatchilarning olimpik musobaqasiga qatnashmaydiganligi haqida bayonot e'lon qilishini talab qildi. İlgilenişçe, Yaponiya baş ministri Yoshihide Suga ve Angliya baş ministri Boris Johnson tünügün telefonlaşkan bulup cuma günü torda ötküzüldüğün ceyette rahberler uçuruşidan ilgiri elip berilgan söhbetde işkeylen rayon ve xalqaralıq mesele toğrusida fikir almashtırgan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Suga bilan Johnsonning Xitoy virusi va klimat o'zgarishiga qarshi turish qatorliq sohalarda ikki taraflik hamkorlikni davomlashtirish to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilganligi ko'rsatildi. Bayonotda aytilishicha, ikkilan armiya davlatining rahbari Aung San Suu Kyi'ni nazarband qilgan Berma vaziyatiga bo'lgan andishini o'rtoqlashgan. Shundaqla dengiz qirg'oqi muhofazat atritining qurol ishlatishiga yo'l qo'ygan qonun va Sharqi Turkiston rayonining vaziyati to'g'risida muzokara olib borgan. Ilgilenishcha, Angliya bosh ministri Boris Johnson Yaponiyaning Xitoy virusi sababli 2021-yilga kechiktirilgan Tokio Olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish tirishchanligini qo'llagan. Volkswagen yani Amobab şirketining raisi Herbert Diess şirketining Xitoydagi zavodlarda kishilik huquq tafsandichiligi yuz berganligi haqidagi ayblashlarni rad qildi. U Germaniya gazetiga qilgan so'zida bir shirkat bo'lish sifati bilan ularning Xitoydagi mavjudligining rayon xalqi uchun foydali ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Biz zapas zapchast bilan ta'minlaguvchilarmi qo'l amgakini ishlatmaymiz. Biz bu jihatda qat'iy yo'q qoldirmaymiz. Bizning qimmat qarshimizni Sharqi Turkistonda eng yuqori saviyada saqlaymiz. Bular ishchilarga vakillik qilish, kishilarning huquqi, ijtimoiy va savdo o'lchami. Jurnalistlar birlashmasi o'tgan yili noyabrda Xitoyning ichki hujjatiga asosan Uyg'urlarning sesimliq majburiy emgakka selinganligini oshkorlagan edi. Yaponiya quruqliq o'zini qo'g'dash qismiga 2024-yilga borganda 3 transport paraxoti saplanib, Xitoyning harbiy harakatchanligiga qarta davlatning g'arbiy janubidagi orollardagi askarlarni kuchaytirdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, yangi bexatarlik rayonlaridagi iqtidorini oshirish doirasida tunji qitim Yaponiya quruqliq o'zini qo'g'dash qismiga yetkazilgan paraxotlar g'arbiy janubdagi orollarga o'rnashgan harbiy qismlarni qo'llaydi ekan. Buningga asosan ishlab chiqarilgan 3 to'shig'ichi paraxot orqali yiroq orollarga taqsim qilingan harbiy qismlarga o'q-to'ra, yiqilg'u va yemaklik ta'minlandi. Davlat mudofaa ministrligi 2022-yili moliya yili xomchotiga 2000 tonna va 400 tonnalik 2 to'shish paraxoti ishlab chiqarishga mablag' ajratishni maqsad qiladi. Xitoyning Xaynan o'lkasidagi suv omborida bir yo'lovchilar paraxotining o'rilib ketishi natijasida 5 odam o'ldi. Xitoy xabar agentligining xabariga qaraganda, bu yo'lovchilar paraxoti tunugin Xaynan o'lkasining suv omborida o'rilib ketgan. Kemida 17 odamning 12 nafari hayot qolgan, 5 kishining jasadi topilgan. Aloqador tarmoqlar kemida normadan ko'p yo'lovchining borligini aytdi.